Assalomu alaykum, domla, yaxshimisiz? Men axborot resurs markazidan Supa Kimyoxon bo'laman. Xabaringiz bor, kitobxonlik haftaligi o'tkazilyapti bir haftadan buyon. Kitobxonlik haftaligi munosabati bilan sizga bitta savol bilan murojaat qilmoqchiman. Kitobxonlik haftaligi talabalarning intellektual rivoji va faolligini oshirishga qanday yordam beradi? Siz nima deysiz? Savol uchun rahmat. Endi bugungi globallashuv jarayonida aynan kitobxonlik masalasi eng dolzarb masalalardan biriga aylanyapti. Bevosita mana bugungi kunda respublikamiz miqyosida olib qaraydigan bo'lsak, kitobxonlik, savodxonlik bilan bog'liq bo'lgan turli xil ko'rik tanlovlar, turli xil tadbirlar o'tkazilishi bejiz. Bugungi globallashuv sharoitida yana bir muhim bo'lgan jihatlar biz yoshlarimizni ongini, tafakkurini egallab kelayotgan turli xil informatsiyalar bilan band bo'lish holatlari sezilyapti. Ayniqsa bu mana shu internet orqali, mana shu mobil telefon orqali, internet orqali, ommaviy axborot vositalari orqali kirib kelayotgan informatsiyalar, ular bilan tanishish va ana shu ijtimoiy tarmoqlarda berilayotgan ma'lumotlar, qisqa kontentlar bor. Shularni egallaydi, o'qiydi, shu asosda asl ma'noda bola informatsiyani oladi. Bu bor bolani ongini, tafakkurini, miyasini qaysidir ma'noda qisqa kontentlar bilan to'ldirishga chiniqtirib qo'yiladi. Endi kitob masalasini olib qaraydigan bo'lsak, kitobni o'qishda qaysidir ma'noda sabrlilik, toqatlilik tamoyillari asosiy o'rinda turadi. Hozirgi yoshlarimiz ko'proq mana shu toqatlilik, sabrlilik masalasida mana shu jarayonlarda qaysidir ma'noda oqsoqlik jihatlarimiz bor. Shu jihatdan aynan kitobxonlik oyligini o'tkazilishi bevosita mana shu kitobning mazmun mohiyatini, ichki kechinmalarini, dunyo qarashini, atrofda bo'layotgan voqea hodisalarning o'zining mustaqil munosabatini bildira olish qobiliyatini shakllantirishda juda katta muhim manba hisoblanadi. Buni hozirdan yoshlarda ongiga, tafakkuriga hozirdan o'rgata oladigan bo'lsak, keyinchalik mana shu ma'lumotlarni, ko'proq ma'lumotlarni, informatsiyalarni qabul qilish imkoniyati bolada oshadi. Shuning uchun kitob doimiy necha asrlardan buyon olib qaraydigan bo'lsak, odamni ongiga, tafakkuriga, miyasiga juda katta foyda keltiradigan, intellektini, qobiliyatini, muomala madaniyatini, atrofda boya aytganimdek muomala madaniyatini, atrofda bo'layotgan voqea hodisalarga mustaqil munosabatini bildira olish qobiliyatini shakllantiradi. Shuning uchun kitobni haligi majoziy ma'noda olib qaraydigan bo'lsak, ochilgan kitob bir duo qilayotgan odamni qo'liga o'xshaydi. Shu kitobni egasiga qaysidir ma'noda yaxshilik, bir ezgulik niyatini bildirib turadigan bir manba sifatida ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun olib qaraydigan bo'lsak, aynan bu oydagi mana shu kitobxonlik, savodxonlikni ko'tarish barcha talabalarga juda katta bir imkoniyat ham qaysidir ma'noda manbalarni o'rganishga juda katta asqatadigan bir jarayon hisoblanadi deb o'ylayman. Va barcha talabalarni mana shu kitobxonlik oyida ko'proq kitobni o'qib, o'zini intellektini, qobiliyatini, o'qish imkoniyatlarini yanada oshirishga chaqirib qolaman. Rahmat, qimmatli fikrlaringiz uchun, e'tiboringiz uchun rahmat.